ayolini onasidan himoya qilmaydigan erkaklarga maslahat bering. Ajrim yoqqasidanmi, onasi tufayli eringizga emas, sizga maslahat bera olaman. Men har doim aytaman. Отношениyalarda eringlarni oilasi bilan munosabatinglar yomon bo'lsa, siz eringiz bilan munosabatingizni zo'r qilib olishingiz kerak. 3-kishilarga joy qoldirmanglar deyman. Har doim oilasida nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, kim nima qilyapti, eringlarga etinglar. Mana shunaqa bo'lyapti, qarang, adasi mana bunaqa bo'lyapti deb ichinglarni etib, eringlarga shallaqili, lo'liliklar qilmay, spokойно etishni o'rganinglar. Menga masalan kelinlar yozadi, qaynonam mana qildi, keyin o'g'liga kelib aytib berdi. Siz aytdingizmi onasi nima qilganini? Yo'q, aytmadim, baribir menga ishonmasdi. Yo'q, siz shallaqili baqir-chaqir qilmay, siz ham aytishingiz kerak o'zingizning fikringizda. Onasi o'g'liga gapirib o'g'lini o'ziga ishontirib manipulyatsiya qila olyaptimi? Siz nima bo'layotganini eringizga aytib, o'zingizning haqiqatingizni aytishingiz kerak. Bo'lmasa shu ahvolda bo'lib ketaveradi.